Bir masjidga imom bo'lib, velosipedda ko'chalarni kesib o'tardim. Bir ko'chada bir aka aravachada nogiron, majruh bir aka o'tirardilar. Aravachani tagiga tosh yoki g'ishtni qo'yib qo'yishib, bir 3 yoshli qizchaga aravachani dastagini ushatib qo'yishib, aravachani ushab tur. Agar ushamasang, aravacha yurib ketsa, dadangni mashina bosib yoradi desa, hali qizcha qo'yvormasdan ushab turardi-da. 10-15 tacha o'g'il qiz bolachalar o'yin o'ynashsa, qarab turardi-yu, lekin o'yinga borib qo'shilmasdi. Har safar o'tayotib aka bilan so'rashib, bir shirinlik qizchaga berib boshini silab o'tardim. Bir kun o'taysam aka vafot etibdilar-da. Vafot etibdi-yu, hali qizchani yupatadigan odamni o'zi yo'qda, shunaqa ham yig'layapti, ichidan chiqib yig'layapti. Ko'zidan shunday yosh oqib yig'layapti, katta odam yig'lagandaqa yig'layapti. 3 yoshar bolacha. Yaxshi amma xolalar, "Voy, dadam mehmonga ketyapti." Yig'lasang mehmondan kelmay qo'yadi. Dadam mehmonga ketyapti, tuzalgani ketyapti. Agar yig'lasang dadam tuzalmay keladi. Yig'lama qizim. Xo'p dedi-da. Yig'lamayapti, lekin ko'zi bo'ysunmayapti. Shunaqa yosh oqyapti. Kattalari yig'lasa ham u yig'lamayapti. Nimaga? Dadam kelmay qo'yadilar. Qari, dadam kelmay qo'yadilar. Dadam tuzalmay keladilar, kelib qoladilar. Yig'lamasdan ko'zidan yosh oqizib turibdi-da, yuvilib, kafanlanib, janoza o'qigan olib chiqilsa ham, oldidan olib o'tsa ham yig'lamayapti-da. Namoz o'qilib, ko'chaga olib chiqib ketilsa ham, boshqalari, onasi, ayoli, opa-singillari yig'lasa ham hali qizcha yig'lamayapti-da. Chunki dadam kelmay qo'ymasinlar. 3-4 kundan keyin patahalar tugab, yana o'sha ko'chadan o'taysam, hali qizcha har safar turadigan joyida turibdi-da. Xuddi birov keladigani uni kutib turgan odamga o'xshab, u tarafga qarab, bu tarafga qarab turibdi-da. O'tayotib rahmim kelib tushib, hali bolacha qizchani boshini silab, "Ha qizim" desam, "Dadam o'lganlari yo'q-a" deyapti. Qarang, dadam o'lganlari yo'q-a. Nimaga buni deyapsiz desam, "O'rtoqlarim, dadang o'ldi, sen yetim bo'lding. Endi seni dadang yo'q deyishyapti. Agar dadam o'lgan bo'lsalar, uyda aravachani olib ketishardi. Aravacha turibdi, dadam keladilar deb kutib turibman-da" dedi. Bir yosh kattaroq xola chiqib, "Bu gapiga e'tibor bermang. Bu yoshlik qilyapti, tushuntira olmayapmiz. Aravacha ehtiyoj bo'lib birorta odam kelib qolsa beramiz desak, yo'q, dadam keladilar, dadamniki bu" deb ushattirmayapti ham. Ko'chaga qo'ni qo'shninikiga o'ynagani chiqib kelsa berib yoraylik desak ham, qo'ni qo'shniniki ham chiqmasdan